Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa yana bir darvozamizni o'rnatdik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Mana bugun xudo xolasa Tojikistonda mehmondamiz. Bu darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bitta alohida kalitkasi bilan mana. Ko'ribsizlar, uyga juda ham chiroyli yarashgan. Mana holati, darvozamizni eniga 5 metr, narichkalari bilan 5.60 bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bo'yiga 4,5 metr bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Darvozamizni ma'lumot qilib beramiz sizlarga. Stoykalarimiz 10 profil bo'ldi. 10 profil, 2 stena, chekkalari darvozamizni chekkalari 8 ga tur bo'lgan profillari. Polni 2 chaspaklarimiz ham bu yerlari двойной, 2 qavatli darvoza bo'ldi. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar holatini. Juda ham chiroyli, gigant darvoza bo'ldi. Tepasi pramoga alohida 50 sm ochilmaydigan bo'ldi. Darvozamiz o'zi alohida ochiladi. Eshigimiz 120 ochiladi. Sababi darvozamiz eni juda ham katta. Narichkalarni ham ko'rib turibsizlar, o'ziga juda ham yarashgan skromli narichkalardan qilib berdik. Kraskalarimiz Mokraspal Matvi kraska. Kraskalarimizga ham garantiya beramiz. Listlari 2likdan bo'lgan, 2 qavatli bo'ldi bu darvozamiz. Zaychaspak deyiladi bu darvozamiz. Mana chekkalariga zaychaspaklar qo'yib, kvadratlarni qo'yib qilib berganmiz mana. Juda ham chiroyli chiqdi xudo xolasa. Mashina o'tadigan joylari 10lik shivitlar bo'lgan. Ochilib yopilishlarini ham ko'rsataman. Bu yoqdagi kalitkamizga bitta baho berib qo'yasizlar. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrni $110 olib kelib o'rnatib berdik. O'zbekistonga bo'ladigan bo'lsa, $100 tayyorlab beramiz. Hozirgi kunda so'mga pichsak 1,2 million so'm. Zamoklarimiz zuba zamok. Kalitkamiz eniga 1.30. Ko'ribsizlar. Kalitkamiz ham juda chiroyli chiqqan. Quyoshda boshqacha turadi darvozamiz. Kraskasi yo'q, quyosh tushmagan darvozamiz boshqacha turibdi. Ko'rib turibsizlar. Orqa qismlarini bir qator ko'rsatib o'taman. Bu darvozamiz ham profillari polni. Eshigimizniki 6 ga tur bo'lgan, chetlari, qirg'oqlari 8 ga tur bo'lgan, sharnerlari 30 lik sharnerdan, zamoklari zubur zamok, orqasidan alohida qulflab qo'yadigani bor. Uyga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Uyda proyekti ham juda ham chiroyli chiqdi. Mana katta darvozadan kirganda 3 xona uy solish qo'yibdi. Misol oshxona bo'ladigan bo'lsa, mehmonlar keladigan bo'lsa, o'rtasida sanuzzi ham bor. Bu uyimiz 3 qavatli bo'libdi. Tagi podvali bilan 3 qavat. Proyektini qaranglar. Juda ham chiroyli chiqqan. Nesotikka tushganini bilmadim, so'ramadim, lekin juda ham chiroyli chiqqan. Mana darvozamiz orqa qismi. Orqa qismi ham o'ta ideal holatda bo'ldi. Mana Azimjon ochib yopyapti darvozani. Orqa holatlari, zamoklari hamma yo'g'i cho'tki bo'ldi. Men chiqib olayin, xonim. Va yopilishlari. Oldiga ochiladi darvozamiz, hisoblab qo'yib berganmiz mana. Oldiga ochiladigan. Shamol shovqin kirmaydi. Polni shumkali bo'ldi darvozamiz. Bu ikkala uy ham bir xil tushibdi qaranglar. Havas qilganlar bitta like bosib, niyat qilganlar. Xudo xolasa hammamizga shunaqangi uylar, shunaqangi darvozalar nasib qilsin. Tojikistonni qayta deydik? Sfaraga o'rnatibmiz mana darvozamiz Tojikistonni Sfarasiga. Ko'p bilmaymiz-da, shuning uchun. Endi xudo xolasa Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham tayyorlab qilib beramiz mana. Bitta like bosinglar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Xudo xolasa tayyorlab beramiz sizlarga ham chiroyli qilib. Like'ni unutmanglar, obuna bo'lishni unutmanglar ko'kalar. Xudo xolasa O'zbekiston o'zimizning yurtimizga arzon narxlarda chiqarib beramiz.